Bu uyimiz sizga oyiga toza $1000 sof daromad keltiradi. Ishonavering, qarang, bu xonadonimizni birinchi katta studiyli mehmonxonasi, bu tomonimizda bo'lsa oshxonasi qilingan, mebel hamda texnikalar o'rnatib qo'yilgan, gaz plitalari, Hoffman xonadonimizda premium klassda remont qilingan. Bu yerda asosiy eshikdan kirib keldik, koridor, garderob uchun joylar ham qoldirib ketilgan va bu tomonda bo'lsa uyimizni sanuzel joylashgan va bizda ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Remontlarga bitta e'tibor bering, juda ham chiroyli. Keling, maskanni balkondan bitta manzarani ko'rsatib, ko'ryapsizmi? Xonadonimizda shundoqqina Yujniy vokzali yonidagi Prestige novostroykamizning 14-qavatida joylashgan. Bu novostroykamizning 4-qavatidachi detskiy plashatka hamda dam olish uchun zonalari qilingan. Xo'p, egalarning aytishi bo'yicha $1000 dan arendator chiqqan ekan, srochni pul yetish kerak bo'lgani uchun bular sotyapti ekanlar. Siz toza oyiga $1000 dan daromad olib, arendator qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zingiz ham kelib yashasangiz bo'ladi. Narxini $90,000 so'rayaptilar. Pastda egalarning nomeri, tez telefon qiling, baraka qiling.